Keyingisi, mana shu reyslarni ko'rib to'g'risi juda ham xursand bo'ldim. Chunki kecha YouTube'da dars o'tib berganim ichida amino birikmalarda bor edi bu narsa. Agar o'sha video darsda kim ko'rgan bo'lsa, buni ishlavgan bo'lishi kerak, tushuntirganman. Demak, bizga amino birikma berilyapti. Xo'p, nomini nomlab hozir vaqt ketkazmay. Hop, nitrit kislota qo'shilgan paytda nitrit kislota amino birikmalarni aniqlashga yordam beradi. Xuddi sifat reaksiyasiga o'xshab ishlaydi. Birlamchi amindan boshqacha, ikkilamchi amindan boshqacha, uchlamchi amin kirishmaydi. Birlamchi amin bilan reaksiya kirishganda mana azot chiqadi, suv chiqadi va eng muhimi qaranglar mana buni o'chiraman. Birlamchi amin turgan joyga OH kelib qoladi. Spirtga aylanib ketadi. Spirt. Doim shunaqa. Amino kislotalar mavzusida ham keladi. Amino kislotalarga ham tekstda qo'shganda mana shunaqa qilasiz. Demak, shu modda hosil bo'ldi. Bo'ldi, raqamlab, nomlab qo'yasizlar. Lekin ko'pchilik bilmaydi buni, nazariyasini yaxshi o'qimagan bo'lsa. Moddani nomlaymiz. 3,4-dimetil 3,4-dimetil pentanol 2. Pentanol 2. Video darsda kim ko'rgan bo'lsa, men bilardim deb yozib ketsanglar xursand bo'laman.